Sharq falsafasi, sukunatda tug'ilgan haqiqat. Har bir tong esa inson qalbiga yangi anglash olib keladi. Sharq tafakkuri, sokinlikda yashirin kuch, tabiat bag'rida tug'ilgan har bir fikr vaqt bilan sayqallanib inson qalbiga yetib boradi va uni o'zligini anglash, hayotining chuqur haqiqatlarini kashf etishga undaydi. Qadimiy Hind ibodatxonasi bag'rida sokinlik hukmron. Meditatsiya orqali inson qalbi osoyishtalik va ruhiy uyg'unlikni topadi. Iliq nur esa bu tinchlikni yoritadi. Qadimiy Xitoy tog'lari orasida tuman sokinlikni yashiradi. Bu yerda tabiat va falsafa birlashib, insonni chuqur tafakkurga chorlaydi. Qadimiy Xitoyning tog'li hududlarida, tuman bilan qoplangan sokin vodiylarda donishmand faylasuf o'z shogirdlarini har kuni saboq uchun yig'ar edi. Maktab oddiy edi, ammo uning ichida berilgan bilimlar oddiy emas. Bu yerda so'z emas, tafakkur ustun edi. Faylasuf gapirganda hamma sukut saqlar edi. Chunki ular bilishardi. Eng chuqur haqiqatlar shovqin ichida emas, balki sokinlikda tug'iladi. U ko'pincha shogirdlarni tabiatga olib chiqardi. Tog'larning ulkanligini, shamolning yo'nalishini, tuman ichida yo'qolayotgan yo'llarni ko'rsatardi va shunday der edi: tabiat eng buyuk ustoz. Unga qaralgan inson o'zini anglay boshlaydi. Shogirdlar avvaliga faqat tinglashardi, keyin esa kuzata boshlashdi. Oxirida esa his qilishni o'rgandilar. Ular tushunishdiki, bilim faqat yodlash emas, balki ichki o'zgarish, ongning uyg'onishidir. Faylasuf har bir savolni qadrlardi, chunki u savolni inson tafakkurining boshlanishi deb bilardi. Chuqur fikrlar bu insonning ichki sayohatidir. Har bir o'y ortida ma'no va haqiqat yashirinadi. O'ylash orqali inson o'z hayotini anglay boshlaydi. Ba'zida sukut eng chuqur fikrning ifodasidir. Ruhiy sokinlik bu tashqi sharoitga bog'liq emas. U insonning ichki holatidan kelib chiqadi. Qalbi tinch bo'lsa, hayot ham muvozanatga keladi. Haqiqiy osoyishtalik ichkaridan boshlanadi. Iliq nur bu umid va mehr timsoli. U atrofni yoritadi, qalbga iliqlik bag'ishlaydi. Yorug'lik bor joyda qorong'ulik yo'qoladi. Nur bu hayotning eng nozik va go'zal ifodasidir. Islomiy oltin davr, ilm, tafakkur va ma'rifat yuksalgan zamon. Qadimiy kutubxonalar nur va bilim bilan to'lgan edi. Bag'dod, Buxoro, Damashq kabi ilmiy markazlarda olimlar tun-u kun kitoblar ustida izlanish olib borar edilar. Bu yerda bilim chegaralanmagan edi. Matematika, adabiyot, astronomiya va falsafa bir-biri bilan uyg'unlashgan edi. Qadimiy kutubxonalarda minglab qo'lyozmalar saqlanar. Har bir sahifa inson aqlining yuksak mahsuli edi. Olimlar uchun ilm faqat kasb emas, balki ibodatga teng edi. Ular haqiqatni izlashni hayot ma'nosi deb bilishardi. Har bir savol yangi kashfiyotga eshik ochardi. Har bir izlanish esa insoniyatni bir qadam oldinga olib borardi.